Terini chiroyli qilishda ugrilarga qarshi va undan tashqari tanangiz qiziyotgan bo'lsa, qabziyatingiz bo'lsa, ushbu mevadan iste'mol qiling. Hozir bozorlarda juda ham ko'payib ketgan, nomini videoning oxirida aytib o'taman. Bu mevaning nomi rambutan. Buni yosh boladan tortib yosh kattalargacha bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Po'stlog'ini qaynatib, suvini iste'mol qilsangiz ozdirishga ham yordam beradi. Rambutan ichi juda ham shirin bo'ladi. Hozir bozorlardan izlasangiz topasiz. Bozorda ko'payib ketdi. Albatta, qon ko'paytirishda, holsizlikni oldini olishda, ertalab tura olmaslik borki, yaxshi uxlashlarda hammasiga juda ham yaxshi yordam beradi. Bil atirgul guli zreniyaga foydasi yaxshi. Uni nima qilasiz? Opsiyanada to'lig'ini yozib qoldirdim. Ko'zingizni yuvasiz. Zreniyani yaxshilashga eng xavfsiz narsalardan biri hisoblanadi. Birinchisi, ikkinchisi sabzini so'kini har kuni 100 grammdan iste'mol qilasiz. A vitamini bo'lgani uchun zreniyaga eng foydali narsa bu nima? Bu sabzi hisoblanadi. Qizil sabzi, sariq emas. Har kuni shundan iste'mol qiling. Ikkita narsani doimiy qiladigan bo'lsangiz, 15 kunda juda ham zo'r natija ko'rasiz. Ushbu videoni zreniyasi past tanishlarga jo'natib qo'ying, zreniyasi muammosi bor tanishlarga va kommentariyada shaxsiy fikringizni qoldiring. Videoga bitta dona like bosib qo'ying. Kamqonlikda o'rtoqlar qaranglar, olmaga mix suqib qo'yishibdi. Bu oddiy narsa emas. Bu kamqonlikka shifo bo'ladigan narsa. Hattoki homiladorlar ham iste'mol qilsa bo'ladi. 50 ta mixni bu kitoblarda yozilgan, misol uchun bu tasdiqlangan narsa. Kamqonlikda ko'pchilik mana ximikat narsalar, aptekan narsalar, boshqa narsalar iste'mol qilyapti, lekin tabiiy narsalar unutib qo'yapmiz. Men sizga eslatib qo'yapman, o'rtoqlar, bitta olmaga 50 ta mixni tiqib turib, 2 soatdan iste'mol qiling. Nosni qanday tashlasam bo'ladi deb aytib o'tishdi o'rtoqlar. Nosni xelba bilan tashlasangiz bo'ladi. Xelba asabni tinchlantiruvchi xususiyatiga ega. Xuddi nos chekkanda chekasiz. Nosni xumorini bosmaydi-yu, lekin nos privichka bo'lib qolgan bo'ladi. Albatta, nosni xumorini bosmaydi, lekin asabni tinchlantirish, ovqat hazm qilishlarga, yurakka foydasi bor. Nosni o'rniga siz xuddi shunaqa mana ko'rinishda bo'ladi. Xelbani chekadigan bo'lsangiz, nosni nima desa bo'ladi, xumorini, nimalarini, privichkalarini yo'qotishga yordam beradi. Ya'ni zaminatel qilishingiz kerak nimagadir. Agarda siz xelbani nos o'rniga chekadigan bo'lsangiz, sizga sog'lig'ingizga foyda aslida. Xelba sog'lig'ingizga foyda. Buni xuddi nos chekkanda chekib yuring va nosni tashlang. Shu videoni doim nos chekadigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Mana shuncha ozgina mumiyo yetadi o'rtoqlar. Suvga sovorasiz. Mana sariq rangga chiqdi o'rtoqlar. Xuddi shuni ovqatdan keyin 2 mahal oz-ozdan iste'mol qilib turgan bo'lsangiz, suyak bo'g'in kasalliklari, oyoq og'riqlari, suyak sinishlarini qayta tiklanishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Mumiyoni tozasi kichik tabibda bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Unaqa qimmat emas. Tozasini iste'mol qilsangiz tezroq natija ko'rasiz. Murojaat qilishingiz mumkin 91 127 33 70 nomeriga aloqaga chiqsangiz yetkazib beramiz. Ushbu ko'rib turgan qora go'jilaringiz organizmingizda kollagen ishlab chiqarishni tezlashtirar ekan. Juda ham zo'r foydalari, videoni oxirigacha ko'ring. Qora go'jining foydasi ko'z uchun juda ham yaxshi yordam beradi, zreniyasi pastlarga, uyquni sifatini oshiradi, energiya beradi. Teri kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Yurak qon tomir uchun foydali va undan tashqari saharni norma holatda ushlaydi. Qora go'ji aynan siz uchun zarar yo'q, organizmga umuman bemalol ichishingiz mumkin. Qora go'jining ham sifatligi bor, tozasi bor, qalbakisi bor. Albatta kichik tabib qora go'jida haqiqiy tozasini olib keltirgan. Albatta bundan foydalansa tez natija ko'rasiz. Chunki bu ishlab chiqarish xatni yetishtirganiga ham bog'liq natija ko'rishingiz. Albatta biz tozasini olishingiz mumkin. 91lik 127 33 70 nomeriga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, qora go'jini uyingizgacha dastlabki qilib chiqarib beramiz. Oppoq insonlarga qaraganda sal qoracharoq, bug'doy rangli erkaklar, ayollar kasallikka kamroq chalinar ekan, olimlarning tasdiqlashicha. Va undan tashqari erkaklar, bug'doy rangli erkaklar va qora tanli erkaklar ham testosteronni yuqoriroq bo'lar ekan, baquvvatroq bo'lar ekan va kasallikka kamroq chalinar ekan. Chunki bu olimlar buni tasdiqlagan. Ushbu videoni o'zini qoracharoqman, o'zim oqartirishim kerak degan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Ular bilsin, immuniteti baquvvat, chiroyli, ko'rkam va undan tashqari testosteronni balandroq bo'lar ekan. Salomat bo'ling.
Homiladorlarga gazli ichimliklar juda ham katta zarar beradi. Albatta bilib oling. Homiladorlar toksiko'zman deb gazli ichimliklar ichishini zararli taraflari juda ham ko'p o'rtoqlar. Gazli ichimliklar ko'p iste'mol qilgan insonlarda yaxshi rivojlanish to'xtaydi. Ya'ni yosh bolalarda homilani rivojlanishdan ortda qoladi. Ya'ni nima bo'ladi? Ichak faoliyati yaxshi ishlamaydi bo'ladi. Agarda siz homilador bo'lib turib gazli ichimlik ko'p ichsangiz, ayniqsa Pepsi, Fanta ko'p ichgan zararli hisoblanadi. Va undan tashqari yosh bo'ladi, miyasi suyuqlik bilan tug'ilyapti. Ya'ni bosh miya suyuqligi ko'p ekan deb aytishadi. Bu ham bolani yaxshi rivojlanmasligiga, ertaga gapirishdan ortda qolishiga va undan tashqari bolani yurishi sekinlashishiga, aqliy faoliyati sal pasayishiga olib keladi. Eng foydali narsa tuxum bilan baliq hisoblanadi. Undan tashqari, misol uchun, gazli ichimliklardan voz kechish payti kelmadimi ekan? Shu videoni homilador bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Kunda baliqqa o'xshab cho'miladigan insonlar bor. Shularga bitta gapim bor. Endi sizlar ham cho'miladigan bo'lsangiz, har kuni cho'milib bo'lmaydi. Agar siz har kuni cho'miladigan bo'lsangiz, teringiz o'zini himoya qilish funksiyasini yo'qotadi. O'zini himoya qilish funksiyasini yo'qotgandan keyin teringiz qurishni boshlaydi. Agar issiq suvda cho'miladigan bo'lsangiz, sochlaringiz to'kilib ketishni boshlaydi. Shuning uchun hatyobi 2 kun, 3 kunda bir cho'milish kerak o'rtoqlar. Hatyobi imkoniyatingiz bo'lsa 2-3 kunda bir cho'miling. Cho'milgandan keyin 2 soat, 3 soat ko'chaga chiqmang. Juda ham ko'pchiliklarda terim qurib ketyapti, sochlarim to'kilib ketyapti, unaqa bo'lyapti, ko'p kasal bo'laman, ko'p boshim og'riydi, meningitman deydi. Hammasi o'rtoqlar har kuni baliqqa o'xshab toza yurishim kerak, pokiz yurishim kerak deb cho'miladigan insonlar. Shuning uchun kamida 2 yo 3 kunda bir cho'milish kerak. Xotirangiz past bo'ladigan bo'lsa, makadamiya yong'oq iste'mol qiling. Kechqurun yaxshi uxlay olmayotgan bo'lsangiz, asabingiz tarang bo'ladigan bo'lsa, makadamiya yong'og'i bozorlardan topsangiz bo'ladi. Men haftada 2-3 marta iste'mol qilaraman, xotirani mustahkamlash uchun. Va undan tashqari yosh bolalarga kuniga bittadan beradigan bo'lsangiz, maktabda a'lo baho o'qishiga yordam beradi. Juda ham ko'p insonlar bunaqa yong'oqlarni faqat mehmonlarga olib qo'yadi. Farzandlaringga ham beringlar. Albatta asab tinchlantirish, xotira mustahkamlashi, kaltimi qayerga qo'ydimikin, pulimi qayerga yashirdimikin demaysiz. Albatta bittadan iste'mol qilib turing, yong'oqlarga allergiyangiz bo'lmasa. Shu videoni doim nimadir esdan chiqarib yuradigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Ko'rgan bo'lsalaring, mana yam-yashil bo'ladi. Mana ko'rgan bo'lsalaring, xuddi shuni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu nimalarga foyda? Do'stlar, Vitram. Nomni ham o'zim o'ylab topdim. Bug'doy maysasini 4 kunligidan o'rib, uni quritilgani. Bu nimalarga foyda? Ko'rgan bo'lsalaring, mana yam-yashil bo'ladi. Mana ko'rgan masalan, xuddi shuni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu nimalarga foyda? Aynan ayollar uchun kista miyoma kasalligi borlar, birinchisi. Ikkinchisi, onkologik kasallik borlar, saraton kasallik borlarga ham oldini olishga juda ham yaxshi yordam beradi. Uchinchisi, eng ajoyibi, ozishingizga, teringizga juda ham foydasi yaxshi. Hozirgi terida muammosi bo'lib, psoriaz, vitiligo, oq dog'lar toshib ketgan, qanday qilib terimni tiklasam bo'ladi deydi. Aynan shu Vitkristdan olingan Vitram parashokimiz sizga teringizni qayta tiklashga, ozishingizga va kista miyomlar, organizm tozalash uchun detoks, ham birinchidan detoks, ham vitaminga boy mahsulot hisoblanadi. Milliy brend ushbu mahsulotimiz hozir chegirma narxlarda ketyapti. Podrobni tugmasini olib bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Zakaz qilsangiz uyingizga bepul yetkazib beramiz.